Sokin tun, bedor palla, osuda tun, cheksiz xayollar og'ushidagi zamondosh. Bu oniy lahzalarda adabiy manzillarga sayr etsak. barmog'im o'padi chiroq tugmasin, zulmat yiqiladi xonamga shu on. Mening g'aflat tunda bedorligimga ochiq derazadan oy boqar hayron. Bedorlik, Osuda tun. Qadrli adabiyot muxlislari, dasturlarimizni bedorlik turkumidan berilayotgan adabiy eshittirish bilan davom ettiramiz. Yaqinda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida shuhrat medali sohibi, filologiya fanlari nomzodi Gulondom Tog'ayevaning Ishq handasasi nomli kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi. Jurnalist Zulayho Ahmadjonova bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhamiz shu haqda. Ushbu tadbir asosida tayyorlangan eshittirishimizning birinchi qismini kecha tungi dasturimizda tinglagan edingiz. Bugun davomini e'tiboringizga havola etamiz. Gulondom Tog'ayeva 1972-yilning 1-yanvarida Surxondaryo viloyati Denov, hozirgi Oltinsoy tumanidagi Katta Baxshivor qishlog'ida tavallud topgan. 1989-1994-yillarda O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetida tahsil olgan. Keyingi yillarda Chaqmoq xo'rsiniqlari, Muhabbat asri kabi she'riy kitoblari chop etilgan. 1999-yili shuhrat medaliga sazovor bo'lgan. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi. 2007-yili o'zbek matbuotida tasavvuf ta'limotining yoritilishi, muammolari, tamoyillari va shakllari mavzusida nomzodlik ishini himoya qilgan. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olgan. Hozirda Chirchiq davlat pedagogika universitetining o'zbek adabiyotshunosligi kafedrasi dotsenti. Ishq handasasi. Men kimning ushalgan so'zi ekanman? Kim tanishi uchun taqilgan xalqqa? Bulbul panjasining izlari qolgan bu devordan ortib ne degum xalqqa? Mening alamimni tushunmaysizlar, meni yig'latgan ul ishq handasasi. Bashar yo'q, siz quroq tush unmaysizlar, ilmim uzatadi ko'shk andasasi. Men kimning ushalgan so'zi ekanman, qonimda olmalar qonib gullasa. Men muzga bag'rini bergan vatanman, tishlarim o'rnida chiqar handasa. Men kimning ushalgan so'zi ekanman, 18 yoshimdan so'rog'im shudir. Asalari bog'da gul yo tikanman, menga qo'ngan payting meni ham o'ldir. Hozir O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida shuhrat medali sohibi, filologiya fanlari nomzodi Gulondom Tog'ayevaning Ishq handasasi nomli kitobi taqdimoti asosida tayyorlangan eshittirishimizning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola etamiz. Shoira Gulondom Tog'ayeva ijodiga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Tadbirni O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Minhojiddin Mirzo olib bordi. Marhamat, tinglang. Gulondom Tog'ayeva olima sifatida o'zbek matbuotida tasavvuf ta'limotining yoritilishi, muammolari, tamoyillari, shakllari mavzusida filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya himoya qilganligidan xabarlar bor. Gulondom ayni mana shu jarayonda tasavvuf ilmining o'zbek daftriy matbuotida yoritilish masalasiga bag'ishlangan tadqiqotlarida Abduqodir Izloniy, Ahmad Yassariy, Bahouddin Naqshband, boshqa Ahror Valiy, So'fi Abdulloh singari mutafakkirlar ijodi, adabiy, badiiy, ijtimoiy, falsafiy merosini qanchalar e'lon o'rganganligini bilamiz. Shu bilan birgalikda zamondosh olimlarimiz akademik Botir Valixo'jayev, professorlar
Abduqodir Hayitmetov, Najmiddin Komilov, Ibrohim Haqqulov, Orif Usmon, Hamidjon Homiliyev, Yoqubjon Isqoqov, Sulton Murod Olim kabi qancha olimlarimizni bu boradagi tadqiqotlari bilan ham tanishganligini biz yaxshi bilamiz va men o'ylayman ularning bu mavzuni tanlashi ham bejiz emas. Birinchidan insonni bunday mavzularni tanlashga ma'naviy haqqi bo'lishi kerak. Uni qalb tongi pokligi, ko'ngil ozodaligi mana shu ulug' bir ilohiy bir sarchashmalarni demak qabul qilishga hozir bo'lish kerak. Va aynan mana shu jarayonda biz Gulandom Tog'ayevani qalbi qanchalar bu jarayonlarni tadqiq qilish barobarida bir qolib mana shu ilohiy ne'matlardan bahramand bo'lganligini ham va bu ohanglar, bu ilhomlar uni qancha she'rlariga ko'chganligini ham biz alohida e'tirof qilamiz. Qalbimda undi kimyolar, ko'zimdan oqdi daryolar. Qalbimdan undi kimyolar, ko'zimdan oqdi daryolar. Bu daryo suvini tarab, g'amingda bir murodingman. Ko'zingga termilib tursam, u tushni menga man etma. Ko'zingga termilib tursam, u tushni menga man etma. Oq adam mulkida qaysga ko'ringan qul salomingman. Mayman ismingni aytib, nayga aylandi bu bag'rim. Qamishlarga kuy o'rgatgan oq tozada rozimman. Ishq imtihon bahoyingni hofizlar ham berolmaslar. Devorlarda osib qolgan kunni sinib rozimman. Jarayonlardagi ruhiy kechirmalar, ruhiy bir bahramandlik bilan dedik bog'liq. Men navbatdagi so'z uchun yana bir ardog'li olimimiz Zoologiya fanlari doktori Abdulla Ulug'ovni taklif qilamiz. Dilbar shoira deganga har jihatdan bu qizimiz haqli, tarjimai holi toza, pokizalik, tozalik, samimiylikni chin ma'noda mujassami shu qizimiz bo'ladi. Ba'zi birlarga nisbatan dilbar shoirlari boshqa desang hamma bir-biriga qaraydi. Chunki ularda tarjimai holi toza bo'lmaydi. Ularning ortidan baland gaplar gapiriladi. Chunki odam hayotda adashmasdan to'g'ri yurishi juda qiyin kechadi. Gulandom Tog'ayeva bu kitobini ishq handasasi deb atadi. Bu degani hayot juda jumboq, hayot labirint, unda odam adashadi degani. Gulandom shu paytgacha adashmasdan keldi. Gulandomga hamma havas bilan qaradi va hasad bilan qaradi. Chunki u tarjimai holini juda toza saqlab keldi. Bunday bo'lish juda qiyin. Qizlarga, erkaklarga qancha qiyin bo'lsa, qizlarga ming battar qiyin. Chunki ularni gapiradiganlar, g'iybatini qiladiganlar qator turadi. Birinchi navbatda bunday kuchlar uni yonidan o'sib chiqadi. Gulandomning yonida bo'lganlar ham u haqida bo'lar-bo'lmas gapni gapira olmadi. Chunki vijdoni yo'l qo'ymadi. Gulandom o'zini shu darajada toza, ozoda, pokiza saqladi. Gulandomning mana shu ozodaligi, pokizaligi bitta isbot uni qiyofasidagi tabassum. Mana shu Gulandomning qiyofasidagi tabassum bu tug'ma tabassum. Ana shu tug'ma tabassumni u hozirgacha saqlab kelyapti. Uni she'rlaridagi, muomalasidagi, ovozidagi pokizalik uni shu haligi tabassumida aks etib turadi. Bu tabassum uni qalbidan qalqib chiqadi. Bu tabassumni haligi oynalarga qarab mashq qilib haligi o'rgangan emas. Ba'zi birlar haligi televizorga chiqish uchun, boshqa qilish uchun ko'p mashq qiladi, ko'p azoblanadi, ko'p tirishadi. Gulandom tug'ma shunaqa, tug'ma toza. Uni
Gulandom deganda mana shu uni chehrasiga muhrlanib qolgan tabassum bizni ko'z oldimizga keladi. Dunyoni o'zi tabassum ushlab turadi. Tabassum degan narsa juda tanqis narsa. Bunga agar o'sha tabassum tug'ma bo'lmasa, bunga mashq bilan erishib bo'lmaydi. Mana Olim Toshboyev kursdosh sifatida Gulandomga, kursdoshiga mehrini, hurmatini halolladi. Mana ardoqli xonandamiz Hosila Rahimova o'sha bolaliklarini eslab, bugun Gulandomga bo'lgan mehrini, ehtiromini chin ma'noda namoyon qildi. Endi bayram deganimizda juda ma'nosi keng. Dunyo serg'alva, bugun dunyoda ko'p taladdular bo'lib yotibdi. Dunyoning turli mamlakatlarida raketalar portlayapti. Dronlar uchib yuribdi. Odamlar kechqurungacha yashaymanmi yo'qmi, ertaga yonimdagi odamni ko'ramanmi yo'qmi deb ming bir xavotir ichida yashayotgan paytda O'zbekistonda bir shoira qizining kitobini bayram qilib taqdimotini o'tkazyapti. Bu bizning yurtimizning chinakam bir baxti, bu shukronasini qilishimiz kerak. Bu shukrona nimadan iborat bo'ladi? Bu shukrona Gulandomga o'xshagan qalbi toza odamlarni e'zozlashdan bo'ladi. Biz mana shu Gulandomga o'xshaganlarni qancha e'zozlasak, mamlakatimizga, yurtimizga yog'ilayotgan fayz barakani shukronasini qilgan bo'lamiz. Shukrona degan narsa faqat shukr degan bilan bo'lmaydi. O'sha mintaqada, o'sha mamlakatda, o'sha hududda, o'sha joyda yashaydigan odamlarni, qalbi toza odamlarni e'zozlash bilan bo'ladi. Tabassum degan narsa odamning siyratiga, suratiga chinakam joziba baxsh etadi, fayz beradi desa, mana shunga yorqin misol Gulandom bo'la oladi. Bu yerdagilarning ko'pchiligini Gulandomning qiyofasiga tug'ma bo'lib mehrlariga muhrlanib qolgan tabassum yetaklab kelgan. Bu tabassumni o'sha ajdodlaridan olgan, ajdodlaridan meros qilib olgan va bu tabassum shu paytgacha o'zgarmasdan kelyapti. Bu kishining ustozi Najmiddin Komilov menga aytganda, bu kishi mana shunday bayram kunlarida shogirdlarni bayramda eslashimiz juda joiz, oxiratlari obod bo'lsin. O'sha kishi aytgandi. Bu tasavvuf degani juda og'ir narsa ekan, buni yukini uncha odam ko'tara olmas ekan, lekin Gulandomga bu narsa juda mos kelar ekan dedi. Bugungi tadbirimiz xo'p ajoyib kunga to'g'ri keldi. Bugungi tadbir mana uyushmamizning raisi hozir Turkmaniston prezidentining kitobini taqdimotidan kelyapti. Mana navbatdagi taqdimotga yetib keldi. Bunda ham juda bir katta hikmat bor. Tug'ma tabassumga ega bo'lgan, tug'ma tabassumni asrab avaylab kelayotgan, qalbi ham, fe'li ham, tarjimai holi ham toza ijodkorga mana shunday baxt nasib etadi. Bir tomonda prezidentning kitobini taqdimoti, bir tomonda Gulandom Tog'ayevaning kitobini taqdimoti. Bu chinakam ma'noda bizning yurtimizdagi tinchlik, barqarorlik, yana ko'p sifatlarni bildiradi. Gulandomni hammamiz o'zlashtirishimiz, hammamiz bilishimiz zarur bo'lgan bitta sifati mana shu tabassum. Modalar necha marta o'zgardi. Har yili modalar o'zgarib ketaveradi. Juda ko'pchiligimiz modani izida ergashib qiyofamizni necha turliga bo'yab chiqamizda, o'zgartirib chiqamiz. Xonandamiz aytdi, o'sha sochni farqi, boshqa biror narsa o'zgarmadi. Bu davrda odamlarning aksariyati topgan pulini modaga, kiyimga sarfladi. Gulandom esa kitobga intildi, kitobdan quvvat oldi, qalbini pokizaladi. O'sha pok qalbini kitoblar orqali ustozlariga, yaxshi odamlarga hurmati orqali saqlab qoldi. Ana shu saqlab qolganligi uchun ham uni qiyofasidagi tuhmat tabassum hozirgacha qilt etmasdan o'zgarib kelyapti. Bir 2-3 yildan keyin bir odamni ko'rsang taniy olmaysan. Chunki uni qiyofasi ancha-muncha o'zgargan bo'ladi. Yo yaxshi tomonga, yo yomon tomonga. Yaxshi tomonga o'zgargan bo'lsa-ku darrov tanib olasan. Lekin yomon tomonga o'zgargan bo'lsa, taniy olmasdan ancha qiynalasan. Chunki o'tgan davr ichida u o'zini qalbidagi ancha-muncha ijobiy sifatlarni boy bergan bo'ladi. Chunki hayotda o'zgarishlari, hayotda talablari, o'sib borayotgan ehtiyojlar odamni ming bir ko'chaga olib kiradi.
Gulandom mana shunday bir murakkab hayotning ichida ham ko'rinishini ham, fe'lini ham, ovozini ham, tabassumini ham o'zgartirmasdan saqladi. Bizni avvalo uning mana shu halolligi, pokizaligiga qoyil qolganimizdan, Gulandomning o'sha tarjimai holini halol, pokiza saqlab kelayotganligiga qoyil qolmaslik bu vijdonsizlik bo'ladi. Gulandom chin ma'noda adabiyotning odami, chin ma'noda o'sha tasavvufni qalbidan his qilgan olimalarni timsoli sanaladi. Gulandomning umri uzoq bo'lsin, Gulandomni barcha ishlarga yaratganiga omad bersin, yurtimizda tinchlik bo'lsin. Biz esa barchamiz mana shunday tug'ma tabassum egasi bo'lgan Gulandomga o'xshaganlarni ardoqlab, e'zozlab yurish baxtiga muyassar bo'laylik. Man katta hurmat bilan so'zni O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi, O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Ishlayevga tabriklaymiz. Avvalambor taqdimot degan mahalliychilikka yo'ymaysizlar, lekin shu kitobni Gulandomni bilmagan, istagan kitobxona olib bunday olsalar, shu Surxondaryoning qizi bo'lsa kerak deb o'ylaydi-da. Gulandom tog'ayda bir tog'ay akasiga keladi, rahmatli tog'ay bo'ladi. Keyin tog'ay so'zi bizda ko'p ommalashganda, olib toshmayib o'tiribdi so'zshunoslardan. Kitobning bitta kamchiligi bor-da, men kamchiligidan gapiray. Juda chiroyli chiqqan, juda ko'rkam she'rlar joyida. Kamchiligi shunday iboratki, bu yerda bizning noshirlar ham o'tirgan bo'lsa kerak. Yana shuncha tirajda juda ko'p qizaloqlar, o'g'il bolalar so'radi, bugungi alifboda tarbiya topgan. Shuning uchun bir lotinchasini ham chiqarib beramiz endi. Maylimi? Hamma hislatlari, hamma nimaga hozir mana domla juda chiroyli gaplar aytdilar Abdulla aka. Shafot Rahmatullayev, Tesha Saidaliyev, keyin yana bir kitobimiz chiqdi. Mengzo aka, Mengzo Safarov, mana Gulandom shular qatorida chiqdi. Termiz universitetida biz bir katta taqdimot ham mo'ljallaganmiz Termizda, Denovda. Nasib etsa bu kitobning taqdimoti shu bilan tugamaydi. Men bir juda chiroyli chiqqan haqiqatan ham kitob. Gulandomning o'zining kitobi, o'zining she'rlari. Menimcha juda kamtarlik bilan tuzilgan, ko'proq qilsa ham bo'lardi. Avvalambor muborak bo'lsin. O'sha Termizdagi nimalar, Denovdagi uchrashuvlar, bu tayin nasib bo'lsa xabarini beramiz. Mana bu yerda shoirlarimiz ham nimalar o'tiribdi, birgalashib borib o'tkazib kelamiz. Bir to'rt qator she'r aytib kelyapti-da, maylimi? To'rt qator she'rdan keyin sovg'alarimiz bor. Ne ulgurmadim deb o'yladim, lekin baribir ko'p o'tirdilar shekilli. Shu ismni juda yaxshi ko'raman o'zim. Shu to'rt qator she'r o'qib bersam maylimi? Mening holimni dil jonlarga aytar, alar ham turfa xayyomlarga aytar. Gulandomimga aytsam dil sirimni, Gulandomim gulandomlarga aytar. Muborak bo'lsin. Olib keling sovg'alarni, qani gullar. Bugun faqat gul yarashadi-da shoirlarimizga. Ozgina bir shamtarona sovg'alarimiz bor. Dunyoda gul so'zini eng ko'p ishlatgan shoir Hazrati Bobur bo'ladilar. Hammalaringizga katta rahmat. Bir shoiramiz bor ekan, mana Gulandom degan deb hurmat qilib kelganlaring. Hozirgina biz bir katta kitob taqdimotidan keldik. Bu yerda qatnashganlar bor. Ishtirok etganlar juda muhtasham Turkmaniston xalqining milliy lideri, Turkmaniston maslahati raisi Qurbonguli Berdimuhamedovning ishq marvaridi, tafakkur marvaridi degan kitoblari, taqdimotlari juda bir muhtasham kitob. Bu xalqlar do'stligi, el yurtlar birligi, birdamligi yo'lidagi juda katta bir muhtasham kitob bo'lgan. Shu taqdimoti bo'ldi va aynan hozir to'g'ri aytdilar Abdulla domla. Baravar kelgani ramziy ma'nosi bo'lsa kerak. Har holda Maqtumquli hazratlari, Navoiy bobo haqida gap ketdi va albatta o'sha yerda kitobxonlik, kitobsevarlik va oxiri kelib baribir o'sha oilaparvarlikka, vatanparvarlikka, farzandparvarlikka taqaladiki, demak bu hammamiz baribir qanday taraqqiyot zamoni bo'lishidan qat'iy nazar kitobga qaytaraman deganlar prezidentimiz. Hurmatli davlatimiz rahbari, nima holat bo'lganda ham baribir men bu mamlakatni kitobxon qilaman degan gaplari buyuk bir hikmat va mana shu biz mo'ljallagan taqdimotlar ham viloyat miqyoslarida, boshqa viloyatlarda nasib etsa birgina Surxondaryoda emas, juda ko'p odam she'riyatga chanqoq, juda ko'p odam she'riyatga tashnavanda ma'rifat ulashib degan tadbirlarimiz juda keng xulosaga. Buni yanada bir sermazmunroq qilib, o'sha shoirlarimizga, ijodkorlarimizga beriladigan qalam haqini konkretroq qilib, buni qiligini ko'tarib, Abdulla aka aytganday
Mana shunday niyatlar bilan aynan shunday tadbirlarga mana taqdimotlar juda mos keladiki, biz shoira qizimizga avvalambor baxt, she'riyat bir baxt nasib etgani bilan yana bir marta tabriklaymiz. Bu o'zimizni aniq bunday qarasangiz paxtazorlarda, egatlarda sochilgan o'zbek degan o'sha opalarimiz, singillarimiz paxta terib yurganday. Men ham tergan paxta yonlarida yurganman-da. 25-30 kilogramm chiqadi bir etak paxtalari. Bizni Toshkentga kuzatganda mana 74 yil kuzatgan bo'lsalar 50 yil bo'pti, yarim asr dunyoni tark etgunlaricha Shodmon Quli Salpar xabari bor. Ko'rpamni tagidan chiqib ketganiga 10 yil bo'ldi. Boshda 10 yil edi. 20 yil bo'ldi, 30 yil bo'ldi, 40 yil bo'ldi. 50 yil bo'ldiki ko'rpam tagidan chiqib ketganiga deb gapirarlar-da. Farzandlar baribir xalq uchun, millat uchun tug'ilishi kerak bo'lgan mana bunday paxtaday bir oq ne'matning o'sha butun bir xalqning nomini qora qilganlarga guvoh bo'ldik. Tog'a akani kitoblarini o'qigansizlar hamma. Bu mana bu zamonga kelib o'sha nomi qoralangan xalqning oq paxtasi xalqaro miqyosda hurmatli davlatimiz rahbari sharofati bilan oqlandi. Moskvadagi minbarlarda kechgan gaplar, yozuvchilarimiz aytgan o'sha Odil akalarning ma'ruzalari, Chingiz Aytmatovday bir zotlarning o'zbek xalqini himoya qilib chiqarayotgan gaplari hammasi kelib adabiyotga taqaladi va shuning she'riy qismi kelib gulandomlarga taqaladi. Bundan buyon kuch-quvvat tilaymiz, g'ayrat tilaymiz. Hali zo'r uchrashuvlar Surxondaryoda nasib bo'lsa, Sharif opani albatta olamiz she'rda, o'sha manzilli makonlarda she'rxonlik qilib, bahor yaqin. Xullas, tushkunlikka tushishga hech qanday asos yo'q. Hammalaringizga baxt, saodat yor bo'lsin. Dunyo hamisha qalqib yotgan bir paytda, dunyo tebranib turgan bir paytda she'riyat haqida mana shu Afg'oniston milliy liderining kitob taqdimotida dunyoda qurol-yarog' almashyapti davlatlar. Davlatlar zambaraklarni bir-biriga qaratib turibdi. Bizning davlat rahbarlari kitob sovg'a qilyapti. Bizning davlat rahbarlari bir-biriga she'r o'qiyapti. Demak, zambaraklar gumburlaganda she'riyat tinadi degan gaplar bekor. Davlat rahbarlari bir-birlariga kitob sovg'a qilib boshladi. Demak, bilinglarki, ezgulik g'olib chiqadi dunyoda. Va mana shu ezgulik g'alabasi yo'lida bizning shoirlarimizning katta mehnati bor. Shulardan biri Gulandom Tog'ayeva bo'ladilar degan tabriklaymiz. O'zbekimning otash qalb shoirlari, ijodkorlari, yurtimning asl ziyolilari, sizlarni huzuringizda turish bu ham bir biz uchun faxr, iftixor va sharaf. Men Chirchiq davlat pedagogika universiteti rahbariyati, xususan universitetimiz rektori muhtaram G'ofur Isroilovich Muhammedov, fakultetimiz dekani Ravshan Aktamovich Ikramov, qolaversa O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasi jamoasi nomidan kelgan vakil sifatida mana shu bugungi go'zal tadbirni tashkil qilgan va jonbozlik ko'rsatgan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga, xususan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi, O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Saidga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni izhor qilmoqchiman. Mana 4 yildirki Gulandom Tog'ayeva Chirchiq davlat pedagogika universitetida ham pedagogik, ham ilmiy, ham ijodiy faoliyat olib kelmoqdalar. Va mana shu qisqa vaqt ichida biz Gulandom opani ham shoira, ham olima, ham muallima, ham ayol sifatida tanib kelmoqdamiz. Gulandom Tog'ayevaning qalb tug'yonlari, uning ruhiy olami, badiiy estetik ideali ilm bilan, muallimlik bilan va yosh avlod ta'lim tarbiyasi bilan uyg'un holda yanada sayqal topishini tilab, bugungi ish handasasi to'plamini siz va bizga muborak bo'lsin deyman. Xuddi shuningdek yana bir bor ushbu go'zal to'plamda dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan muallifi Gulandom Tog'ayevaga mustahkam sog'lik va baxt quvonchga, ibratga to'la hayot tilab, shuningdek bu kitobni qo'llarimizga yetib kelishiga sababchi bo'lgan va uni kitobxonlar tomonidan sevib mutolaa qilishiga sababchi bo'lgan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Esdalik sovg'alar uchun alohida tashakkur domla. Salomat bo'ling. Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikkan u oshiq qizlarni umidsiz etma. Kamida ishq sehrin yurakka ekkan nodira bo'lmasdan dunyoda. Qadrli talabalar, haqiqatda bugun haqiqatan ham juda samimiy bir she'riyat bayrami bo'ldi. Bu hozir aytdilarki,
30 yillik tarixni gapiryapmiz. Men 40 yillik tarixni gapiryapman deb hosil aytdilar. Men 35 yillik bir tarixni eslayman shu yerda. Yoshlar gazetasida ijodkor yoshlar bo'limi bo'lardi. Shu yerda universitetni bitirib ishlayotgan paytlarimizda bir qatra keyin Surxondaryoda uni chiqarganman. Oradan bir necha kun o'tib bir qizcha dugonlar o'tib keldi. Ben bir narsa bergan edim, shuni nima bo'ldi taqdir? Aytdim, u chiqib ketdi. Sen ko'rsating deydi. Shuni men ko'rsatsam, o'shanda bir quvonganini ko'rganman, davomida. Quvonch bilan ko'zimda qolgan va umr bo'yi keyin mana shu o'zimning qadrdon singli bo'lib, ijodini doimo kuzatib borib, muvaffaqiyatlardan quvonib yurganman. Uni o'zini bir lutfi bor, aka deydi. O'sha paytda akalik mehri yigitlar odamda, to'g'risi. Gulondomni o'zimni singlimga yaxshi ko'raman. Bu yerda meni ishimni ko'p osonlashtirgan mana do'stimiz Minhojiddin aka, Olimjon mana do'stimiz hammalari Gulondomni betakror haligi tashbihlarni aytib, bugun Gulondomni o'qimaganlar ham hozir uni she'riyatidagi go'zal tashbihlar orqali uni haqiqiy ijodiy portretini tasavvur qildi deb o'ylayman. Bunaqa ba'zilarni she'rlarida izlasangiz ham topilmaydi. Shunaqa narsalar qiynalib ketasan odam gapirayotganda. Shunaqa paytda mana shi'rligi bilan, betakrorligi bilan odamni shunut qiladi. Mana shunaqa satrlar ijodkorni unikal bir ijodkor qiladi. O'zini qiyofasini yarattiradi. Endi men juda ko'p gap cho'zmoqchi emasman. Bizni xalqaro oltin meros xayriya jamoat fondi bilasiz O'zbekiston xalqining ijodi merosini izlab topish, avaylab asrash, mamlakatimizda va chet ellarda targ'ib qilish bilan shug'ullanadi. Va shu milliy madaniy merosimizni tadqiqoti bilan, targ'iboti bilan shug'ullangan olimlar, akademiklar va shoir, adabiyotshunoslar, san'atshunoslarni taqdirlashga harakat qilib keladi. Biz adabiyot sohasiga ham e'tiborimiz bor. Shuning uchun mana medalimiz tashkil qilingan oltin meros degan. Mana shu yillar oxirida fondimizning vasiylik kengashi yozuvchilar, shoirlarimizdan Zebon Mirzayeva va Gulondom Tog'ayevaga oltin meros medalini taqdim qildi. Mana shu lahzalardan boshlab Gulondom oltin merosga aylanib qoldi. Gulondomni shoirni baxshiga bag'ishlagan tek she'ri borda, oltin ko'rgan suyuq siylar baxshilarni, ularlarni alqomishlar tush ko'radi, oybarchinday kelinlarni. Oppoq qonda jo'r bo'laylik, do'mbiralar sadosiga alqomish ham qolgan ekan. Yoz faslining savdosiga. Oshiq baxshilardan bir davrani o'tiribdi. Mening ham baxshim taqdim. Gulondan opa, bugungi mana chiroyli bir yaxshi kuningizda, ma'lumot kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana shu ko'p Nasurxon elidan chiqqaningizdan juda xursandman. Bizni institutimiz tomonidan Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti jamoasi nomidan ham sizni chin qalbimdan tabriklaymiz. Mana yillar davomida e'tibor qilgan bo'lsangiz, baxshilarni, shoirlar, oqimlarni butun xalqqa, elga, yurtga, butun dunyoga ijtimoiy tarmoqlarda yoritib kelayotgan Alpomish media ijodiy guruhini o'g'lonlari o'tiribdi, O'ktam aka, Hakimovlar, mana shu akamizni nomidan ham chin qalbdan tabriklayman. Keling endi so'zimni bir qisqa qilgan holda shu Surxondaryo, Qashqadaryo yo'nalishida kuylanadigan yaxshi bir qisqa bir terma bilan davom etamiz. Aytadiku, jonivor odamga aytmoqda, jonli aytaydi shu. Sizni eshitadigan bo'lsa, mikrofon kerak emas.
Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz ijodkorlar, hurmatli talabalar. 97-yil Sirojin akani tavsiyasi bilan bankka ishga kirganman. 99-yillarda Yozuvchi gazetasida Maqsud Shayxzoda haqidagi bir maqola, shu Shukur Xolmirzayevning maqolasi nazarimda Said Ahmad akaning maqolasini o'qiganman-da va Dilbar shoir, Dilbar o'qituvchi ekanligini ko'rib, o'qituvchilikka ixlos qilib, o'qituvchilikka ketib borgan edi. Shu maqolada yozilgan ediki, Maqsud Shayxzoda olmagan mukofotiga afsuslanib, bugun nega mukofot olmadingiz deganida, mukofot menga keragi yo'q. Men talabalarim uchun mukofot olishim kerak. Men talabalarim uchun shunaqangi taqdirlanishga munosibman aslida degan gaplari hozir ko'z oldimdan o'tdi-da. Men shu ishxonaga kelib, Chirchiqda ishlab yurib turib, haqiqiy ma'nodagi Maqsud Shayxzodaga o'xshagan shaxsni ham hamkasb sifatida, ham shoira sifatida, ijodkor sifatida, jurnalist sifatida opada ko'rdim. Ustoz har doim ham talabalar sizni yoningizda 4 misra she'r aytish imkoniyati yo'q. Chunki Maqsud Shayxzodani xursand talabalarimni yetaklab yurganda shuning uchun hurmat qilishgan. Bugun opani yosh ijodkorlar degan ijodiy guruhi bor, ya'ni ijodkorlar bor. Bugun 4 ta talaba kelgan, ko'pchilik talabalar kelgan. Shu 4 ta she'r eshitaylik shu talabalarda, iltimos sizdan. Avvalambor assalomu alaykum bu fayzli davraga kelgan aziz ustozlar hamda aziz yoshlar. Biz o'sha to'garak a'zolarimiz va butun Chirchiq davlat pedagogik universiteti talabalari nomidan tashrif buyurgan talabalar nomidan she'rlarimizni o'qib eshittirmoqchimiz. Yozay desam sen haqingda jon vatanim. Bisotimdan yaroqli so'z topolmayman. Hayajondan bir qalqadi jon vatanim. Misra bitib daftarimni yopolmayman. Ojiz qalam Abdullaning qo'llarida sening madhing keng olamga taratgandi. O'zbekiston vatanim deb mardonavor O'zbekiston qasidasini yaratgandi. Zulfiyaga sirdosh bo'lgan qalamim bor. Unda senga she'r bitirgan qancha yurtim, qalam tutgan o'zimda alamim bor. Halimaning izdoshini kechir yurtim. Shamollar sochlarim, erkalarim ayir. Goh she'rga solaman qishloq oylarim, goh mashshoq bo'lib kuylab ketaman. Bahor va saraton ko'zu qishlarim. Men bir maysalarning yuzida shodman, iforim nasimlar taratgan rayhon. Otamning umidi, onamning qalbi, orzusi o'ylari beg'ubor, orzusi osmon. Baxtning quchog'iga otib o'zimni, o'syapman, ildizim ishonch, qalbida istaklar ungan qizing chun, ey hayot umidli eshiklaring och. Istadim madhli g'azali. Jamolingning o'rtig'a kiymoqni dildor istadim. Kuyib ko'nglim dardig'a darmoni diydor istadim. Ko'z oldimda har necha o'tdi dunyolar jilvakor. Men seningdek mahzadi gavhari shahvor istadim. Mayli bersang jur'ay yo to'ldirib jom ichramay, tashna bo'ldim ichgali vahdati xummor istadim. Ko'rgali keldim jamoli jannati bog'ing hur, ki bu kun yozmoqqa ko'nglim sayr gulzor istadim. Madina bonu oshiqu shaydo zori sening, ta'rifu shavkating bitmoqni ash'or istadim. Sirojin aka, shu asrning boshlarida sizni tashabbusingiz bilan transportning institutida temir yo'lda so'z va so'z sehrini o'tkazgandik. O'zingiz borganingiz o'shanda. Siz bilan eng mashhur bugungi eng zo'r bir hofiza ulmasini taklif qilsak, biz qolgan she'rlarni xudo nasib shu yerda eshitamiz. Mana bu sovg'ani talabalar siz uchun qilib bergan. Bu talabalarning sovg'asi ko'rimsizroq, lekin arziydi. Sari Osiyoda ham Nabijon Rahmatov degan bizning akamizki universitetga o'qishga kirganimizga bizga Mirzo Kenjaboyev, G'ulom Abdiy hammamizga yotoqxonadan joy olishimizga, u paytlar o'g'il bolalar soch o'stirib yurardi mana bunday. Bekor ko'rsatdi mana bu laganni biz sochni qadri ketgan paytda. Shu ko'chaga chiqsa agar soch o'smagan bo'lsa yo şimdi pochasi 40 santimetr bo'lmasa kaltaga ilardi shaharning bolalarida. O'sha zamonlarda shu baribir yoshlik o'z nomi bilan yoshlik, u yoqqa yurma, bu yoqqa borma, unga yurma, darsingni o'qi deb hayhaylab turadigan bir aka kerak ekan. Shu aka Nabijon Rahmatov bo'ladilar. O'zimda taqdimotini mo'ljallaganmiz shu qatorda
Termizdan boshlab nasib etsa shunday birga shu tadbirlarni o'tkazib kelamiz. Juda katta shoirlar. Chesha Saidaliyev masalan necha yillardan beri saylanmasa ham biror kitobi chiqmagan ekan. Holbuki mana bugungi o'zbek adabiyotidagi eng katta shoirlarni yuzaga chiqargan Muhammad Rahmon, Usmon aka bormi, Erkin aka bormi, hammalarini bir to'garak tuzib boshini qovushtirgan katta bir ustoz shoirimiz. Shafot aka mana o'sha rahmatulloh Termiziydi. Abdulla Qahhor Shukur akalari chaqirganda o'sha birinchi qissalari, hikoyalari chiqqanda hali adabiyotda Mengzo akani aytdim-ku, Mengzo Safarovda. Shu adabiyotda hali o'sha voqea bo'ladigan asarlar yozilmagan, lekin baribir o'sha Termiziy bobolarni sho'ro zamoni baribir chegara toptirgan bo'lsa ham oltin kondan faqat oltin chiqadi degan gap bor. Shu oltinlar mana chiqyapti asta-asta. Shularga bir yonmi Sharqi Gulandon, Tog'ay aka ketdi. Shu ustozlarimizni bir tug'ilgan joylarida ham, boshqa institut oliy o'quv yurtlarida ham, bu Farg'ona bo'ladimi, Andijon bo'ladimi, Toshkent viloyati bo'ladimi, bu ma'rifat chegara bilmaydi, tarbiyada katta tanaffuslar yo'q. Shuning uchun shu taqdimotlarni boshqa kitoblarni qo'shib nasib bo'lsa o'tkazamiz. O'shanda aytgan ekanlar-da, shunday joylardan ham shunday yozuvchilar chiqarib ekan deb Abdulla aka, Abdulla Qahhor o'qigan ekanda. Demak, o'sha mana bugun katta e'tibor, bu biz hozir chiroyli anjumanlar o'tkazayotgan bu binolar hurmatli prezidentimiz. Hech narsa yo'q edi. Mana biz Muhammad aka aytsinlar, Mahmud aka aytsin, boshqa shoirlarni chaqirib, hurmatli prezidentimiz shu yerda bir kilonkadan kappa chodir tikib, nima qilamiz? Mana shu yerda bir niyat qilganman. Niyat bizdan chiqish kerak edi. Adiblar xiyoboni qilamiz, keyin salkam 100 yil birovlarni eshigida ijarada turgan, birasi quruq nomi ulug', birasi quruq tashkilot kelgan yozuvchilar uyushmasiga bir abadiy bir bino qurib bersam, shu yerda qaror topsa, va mana shu bino yuzaga keldi. O'sha hurmatli davlatimiz rahbarining bir og'iz o'sha katta shu gapni aytganlarida qaranglarda osmondan paga-paga laylaq qor yoqqan. Nima deysan Sirojin deganlarida mana osmon javobini aytyapti. Zomin seminarlarining demak o'sha bardavomiyligi, demak niyatlari xolisligi. Shu sababda hammamizning vazifamiz bir. Hammamizning vazifamiz el yurtga xizmat qilish, el yurtga vatanga xizmat qilish. Unvonli yoki bir hamma darajamiz mayli xalqqa e'tibori boshqa, lekin bitta vazifamiz, bitta darajamiz borki, hammamiz vatanga xizmat qilamiz. Shu sababda Gulandonday fidoyi singillarni borligi mana hozir she'r o'qigan uka singillarimiz hech kim ijrosi deya olmaydi, balki yaqin kelajakning Navoiylari, Boburlari umrlari o'xshamasin. Cho'lponlar ko'rmagan, Abdulla Qodirlar ko'rmay ketgan 5 gram qo'rg'oshi bilan mukofotlangan ustozlarimiz 30-yillarda. Mana shunday davronlarda kecha bir Abduqodir degan futbolchi yigitimiz Manchester City'mi? Eng mashhur komanda Angliya. Angliyani bilasizlar endi qanaqa hali kibor mamlakat. Uncha-munchani mana tanimaydigan. Shu 20 yoshlar yigitchaning futbolkasini ko'rsatib, butun Yevropaga ma'lum qilgan. Juda harakatchan. Bizda ham maykamizda 11-raqam bo'lardi maktabda. Xudo o'zining oyoqlarini bergan 11-raqam bilan Ravshan Ermatov sizdan zo'r futbolchi chiqadi deb bugun bir aytganda to'rqator she'r aytibdi betiga. Hali men futbolchi bo'la olmadim, bu hakam o'qishi. Messiga sariq kartochka ko'rsatgan. Men futbolchi bo'la olmadim. Vaqt bo'ldi hakamim, futbolkamda qolib ketdi 11-raqam. Biz ham mana shu Abduqodirning yonida turgan bo'lardik 20 yoshga. O afsuski o'sha har kimni o'zining davroni kecha mana bu yigitchaning xalq so'zida kecha bugun ham Abduqodirga bag'ishlangan bir she'rini o'qidim. Yoqam. Juda binoyiday she'r, juda chiroyli she'r. Va istaymanki yosh ijodkorlarimiz bular bizni chegaradan tashqaridagi gaplar emas. Prezidentimiz yaratgan shart-sharoit tufayli yuzaga kelayotgan hamma muvaffaqiyatlarimiz, o'sha olimpiada deymizmi, yozdagi Parijdagi voqealar bular o'zidan o'zi osmondan tushgani yo'q. İjodkorlarga ham aynan shunday talab, o'ylaymanki zo'r she'rlar, zo'r dostonlar endi yoziladi. Biz qancha xalq bilan yuzma-yuz uchrashuvlar qilsak, nasib etsa xalqning orasidagi el yurtimizning farzandlari, talabli, iste'dodli farzandlari juda ko'p, juda bisyor va bu oltin konidan hamisha oltin chiqqan, boshqa ma'dan chiqmaydi. Hammalaringizga muvaffaqiyat yor bo'lsin. Yana bir atrofli shoirimiz o'tiribdi. Ustoz shoirimiz Abdumalik Azim Yo'qsin.
etmoqchiman. Men o'sha Gulandon tug'ilib o'sgan o'sha tumanda Oltinsoyda borib birinchi o'sha gazetasini Oltinsoy tongi degan gazetani ochilishida boshlanishdi. O'sha yerda faoliyat yuritganman. Bir juda ajoyib muharrirlar, bosh muharrirlari bo'lardi. Xullas shu joyda men Oltinsoyda 2 yil ishlaganman. Va o'sha yerda esingizda bo'lsa Gulandon siz hali maktab o'quvchisi edingiz, bilmayman 8-sinfmi, adashmasam, 8mi yo 7-sinfmi? O'shanda birinchi o'sha gazetaga hali otangiz bilan she'rlarni o'qib kelgansiz. Men mana bu kishini otalarini ham ko'rganman. Juda ham bir endi bir nuroniy kishi, nihoyatda bir nima desam bo'lar ekan, haqiqiy mana shu bir bizni o'zbegimizni bir timsoli edi. Endi boya aytilganday, o'sha albatta o'sha insonlarning farzandlari mana shunday shoira singlimiz mana Gulandon. Boya Abdullajon domla ham juda chiroyli gaplarni gapirdilar Abdulla aka. Dunyoda juda ko'p narsalar o'zgardi. Oradan masalan endi Gulandonni o'sha yosh qizaloq paytda tanigan bo'lsam, undan beri ancha ko'p suvlar oqib o'tdi, lekin mana Gulandon haqiqatan ham o'zgarmadi. Qanday ma'noda? O'sha o'zining o'zligini saqlash ma'nosida aytyapti. Lekin albatta adabiyotda, mana ilmda bu singlimiz haqiqatan ham havas qiladigan darajadagi mehnat bilan o'zining mana shunday bir iste'dodi bilan mana shunday bir darajaga yetib keldi. Mana bu kitobda ham o'sha nomlari ham juda chiroyli bo'libdi, ish handasasi juda go'zal. Bu kitob bilan tabriklayman Gulandon singlim, umri uzoq bo'lsin. Endi ijodda eng bir avj nimasiga kelyapsiz. Xudo xolasa hali sizdan juda ko'p chiroyli she'rlar kutib qolamiz. Mana bu yoqda shogirdlar, mana ham ilmiy ishlaringizga va ijodingizga men muvaffaqiyat tilayman. O'sha ko'z oldimdagi o'sha Gulandon, o'sha kichkinagina o'sha bir 8-sinflar bo'lsa kerak, keyin 9-sinflarda ham ko'rishdik, men u yerda 2 yil ishladim. Mana shu ijodiga o'sha yerdagi she'rlarni shunday o'qib, hali u paytda mencha Gulandon o'sha paytda edi, birinchi o'sha respublikalarga yozib jo'natayotgan paytlaringiz bo'lsa kerak, menimcha, to'g'rimi? Va o'sha tuman gazetasida bir katta turkumlarni chiqarganmiz. Shunda she'rlarni o'qib, shunda bir odamda bir nima paydo bo'lgan o'sha. Haqiqatan bo'ladigan o'sha boshdan ma'lum degandek, boshdan mana shunday ma'lum bo'lib, mana shunday bir Turxonning mana shunday bir chiroyli, mana shunday bir go'zal shoiralari bor. Biz faxrlanamiz. Sog' salomat bo'lasiz, omon bo'lasiz. Ijodlarga omad. Chunki sizlarning she'rlaringizni o'qib, men o'zimni qalb yaralarimga malham topgan kunlarim bo'lgan. Shuning uchun hammangizni ijodingizga baraka, ijodingiz oldida men ta'zim qilaman. Va yaxshi she'rlaringizni kitob tarqatish iloji hozir unchalik Sovet davridagi 5 minglab, 10 minglab kitoblar chiqmayotgan vaqtda yaxshi ham shu Telegram, Facebook bor ekan, juda ko'p yaxshi she'rlarini o'qib tanishib boraman va har kuni ertalab qiladigan ishim gazeta o'qish emas, Telegram, Facebookdagi yangi she'rlarni o'qib, keyin ishga otlanaman. Ana shu tariqa men Gulandonni ijodiga oshiq bo'lib qolganman va Milliy universitetda ishlab yurgan vaqtimda kafedrada bir shov-shuv bo'lib qoldi. Televideniyadan jurnalistlar kelishibdi, jurnalistika fakultetida o'qiydigan Gulandon Tog'ayeva bilan Safiya Saftarovani qo'shib bir ko'rsatuv qilishayotgan ekan. Shu ko'rsatuvni pastda 1-qavatda tasvirga olishayotgan ekan deyishdi. Ishimni tashlab, o'zim o'qituvchiman. Pastga tushdim. Tayin bir chetida hali katta e'lonlar doskasi bo'lardi, shuni o'tiradigan joyga o'tirib olib, shu aniq tasvir tugaguncha men Gulandonni kuzatib o'tirganman. Sababi Gulandonni she'rlarini birinchi o'qiganimda, "Voy, bu qiz xuddi menga o'xshab yozar ekan. Biz o'xshash ekanmiz" deganman. Ya'ni bizning tuyg'ularimiz juda o'xshash bo'lgan. Va xuddi men uni singlimda yaxshi ko'rib qolganman, lekin oldiga borib Gulandon, men siz she'rlaringiz muxlisman deb ayta olmaganman. Qarangki, Xudo so'rasang beraman derkan, doim aytardim, "Qanichi Gulandon Tog'ayeva bilan bir mahsa qilib gaplashsam" desam, Xudo mana senga bandam dedi, Gulandonni yon qo'shni qilib qo'ydi. Va mana 4-5 yildan beri Gulandon bilan biz, ya'ni qo'shni ayollarday dildan suhbat qilamiz. Ana shu suhbatlarning birida Gulandon aytdilarki, meni 20 yillar oldin qoralab qo'ygan bir asarim bor, Fariduddin Attor haqida, lekin yotibdi daftarim sarg'ayib dedilar. Keling shuni kitobga chiqaraylik desam, kamchiliklari bor, lekin bir kun kelib katta shoir bo'lib ketganingizda bu asarini talon yoshida yozgan, 30 ga chiqmasdan yozgan, lekin hali 40 dan oshganda nashr qilgan deb aytarmiz, mayli men guvoh dedim hazillashib. Va mana
mana shu kitob dunyoga keldi. Bu kitob tasavvuf adabiyoti va Fariduddin Attor ijodi deb ataladi. 3,5 yil ichida Gulandomxon 2 ta monografiya chiqardilar, bitta o'quv qo'llanma yozdilar va juda ko'p maqolalar, hattoki Texasdagi ilmiy jurnalning tahrir hay'ati a'zosi hisoblanadilar. Men ularni olimi sifatida juda hurmat qilaman. Tasavvuf ilmiga oid masalan juda ko'p olimalarimiz bor tasavvuf bilan shug'ullangan. Ana shu olimalarning ichida eng yuqori saviyadagi olima Gulandom Tog'oyeva hisoblanadi va biz kafedrada shunday niyat qildik, o'zlariga aytmodik, endi aytishga sirim ochaman. Bizda har yili bitiruv loyiha ishlari bo'ladi, magistrlarga mavzu beramiz va biz bu yil ish handasasi to'plami haqida magistrlarga bir ilmiy loyiha ishi bermoqchimiz. Himoyasi bo'ladi, biz unga umid qilamiz. Sababi Gulandom Tog'oyevaning she'rlarining go'zalligi nimada? Ularda juda chiroyli o'xshatishlar, istiyoralar bor. Ularning ildizi qayerda? Ularning ildizini Fariduddin Attordan, Navoiydan qidirish kerak bo'ladi. Va yana bir aytmoqchi bo'lganim, Gulandom Tog'oyeva bilan shu o'sha yon qo'shni bo'lib suhbatlashib o'tirgan vaqtlarimizda Gulandomga, "Bilasiz, meni armonim nima?" dedim. "Shoiralarimiz ko'p, lekin Zulfiya xonim yo'q" dedim. "Qaysi ma'noda aytyapsiz?" dedilar. "Shogird chiqaradigan, shogirdlarni yetaklab yuradigan, kitoblarini chiqaradigan shoiralarimiz yo'q" dedim. "Hamma o'zi bilan ovora, hamma o'zim bo'lsin bo'lib qolgan" desam, ki shu tariqa ikkalamiz birga bir to'garak tashkil qilganmiz. Bu to'garakning nomi yosh ijodkorlar deb ataladi va shu to'garakda bir yil ichida 2 ta yosh ijodkor talabalarning birinchi to'plamlari nashrga chiqdi. Mana shulardan bittasi Qalbim bayozi deb ataladi va Gulandom Tog'oyeva yosh shoiramizga "Oq so'zlarim" nomi bilan nima deydi, oq yo'l yozib berganlar va endi yaqinda yana 2 ta talabamiz to'plami chiqadi. Yana universitetda gazeta nashr qilinish boshlandi va bunda ham Gulandom Tog'oyevaning xizmati juda katta. Men aytmoqchimanki, bugun siz Gulandom Tog'oyevani shoira sifatida tanidingiz, hali yaxshi she'rlarini mana o'qib berdilar. Lekin Gulandom Tog'oyeva zo'r olima, zo'r tasavvuf ilmini egallagan haqiqiy sufiy olima va uning she'rlarini kim agar tushunishga qiynalsa, tasavvufdan ularni izini, ildizini, durlarini izlashga majbursilar. Chunki o'xshatishlar hammasi tasavvufdan bog'liq bo'ladi. Men dugonam emas, endi singlim deb qabul qilganman Gulandomni. Shu Gulandomga uzoq umr tilayman, ijodlarida baraka tilayman. Iloyim Zulfiya xonimni yo'lini berib, shogirdlaringiz juda ko'p bo'lsin va sizni doim duo qilib yursin. Zulfiya xonimni Halima Xudoyevani, Oydin Hojiyevani, Sharifa Salimovani, Muhtarama Ulug'ovani, Zulfiya opalarni har birini o'zini juda katta maktablari, to'garaklari bor. Mana shu to'garaklarni qatoriga sizlarning ham qo'shilgani bu albatta yo'l ustiga a'lo bo'lib o'ylayman. Gulandom bir she'rida shunday yozgan ekan-da: "Hay qalbimning qonunchisi, zeru zabar toq munchisi, gar ishqimdan xabar topsang, jonim bo'lsin suyunchisi." Biz Gulandomni o'sha qalbini tub-tubidagi o'sha ilohiy ishqdan xabar topdik. Kuzlari yo'q bahorlardan xabar topdik. Eng go'zal ko'ngilli bir bo'stonlarga bir oshno bo'ldik va endi uni suyunchisini jonim bilan beraman degan Gulandomga o'sha jonni debini sonlarini aytish uchun Gulandom Tog'oyevaga navbatni beramiz. Assalomu alaykum. Aziz qadrli ustozlar, aziz do'stlarim, meni hurmat qilib kelgan, mana shunday bir e'zozlagan ustozlar, mehmonlar, qadrlilarim, aziz shogirdlarim. Men hozir shunday hayajondaman, so'z topolmayapman. Hammalaringizga tashakkur aytaman. Meni quvonchimga sherik bo'lganlaringiz uchun, Kamtarin ijodimga bo'lgan e'tiboringiz uchun birinchi o'rinda o'sha O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga, uyushma raisi Sirojiddin Saidga, ustozlarimizga, Minhojiddin akamga, ustozimizga, Farif opamga, umuman barcha mana shu tadbirning tashkilotchilariga, Foziljonga rahmat sizga, Muhammad Sidiqqa, ustoz hammalaringizga rahmat. Hammalaringizga rahmat aytaman. Mana shu yerda xizmat qilayotgan yigitlarga. Ilohim ijod, she'riyat, san'at hamisha hamrohimiz bo'lsin va keyin yana eng muhim narsani aytaman. O'sha yoshligimizda
o'ynab kulib katta bo'lgan do'stim Hosilaga, Hosilaxonga, mana O'ktamjon ukamga rahmat, shuncha musiqa bilan bir hamnafas o'sganmiz. Hali ayrim sirlarimizni ham ochib qo'ydilar. Shu Olimjon Toshboyev do'stimizga ham rahmat. Ayrim sirlarni ochdilar-da. Do'stim rahmat, kelganingizga, kursdoshlarimni ko'rib xursand bo'lyapman. Shu torcheli chalishimizni aytib qo'ydilar-da. Shu hammalaringizga rahmat. Mana ustozlarim o'tiribdi, birga ishlaganmiz ko'plari bilan. Ustoz Abdulla aka juda bir lutf ko'rsatdilar. Mana shu bildirilgan ishonchlar, men hozir mana shu gapirilgan gaplarni o'zimga mas'uliyat deb qabul qildim. O'zim ishlayotgan Chirchiq davlat pedagogika universiteti rahbariyatiga rahmat. Shunchalik qadrlab bizni e'zozlagan ustozlarimizga rahmat. G'afurjon Isroilovich Muhammedovga tashakkur aytaman. Shogirdlarimga rahmat. Mana shu yerda qanchasi o'tirishibdi. Bular haqiqatda Xudo xolisa oqqan daryo oqaveradi. Adabiyot, san'atni natijalarini, o'sha mevalarini ko'raveramiz. Chunki bizning haqiqatda ham qalbimizda, yuragimizda so'z san'atiga muhabbat bor. Mana shu muhabbat sizlarni aslo tark etmas. Mana ba'zi bir do'stlarimizni men hali ko'rmaganman, endi ko'rishdik mana. Ancha paytlar tanaffusdan bo'ldi ko'rishmaganimizga. Bu yerda ko'rdim va xursandman. Bitta narsadan adabiyot, san'at, madaniyat insonlarni birlashtiradi. So'z birlashtiradi. Mana shu so'z san'atiga muhabbat sizlarni aslo tark etmas. Qishloqdoshlarim o'tirishibdi, baxshivorliklar, hammalaringizga rahmat. Shunchalik meni qo'llab-quvvatlab, hurmat qilib kelganlaringizga rahmat. Juda ko'p ustozlarimiz kelishmoqchi edi. Mana Usmon akamlar bu taqdimotlar davom etadi. Adabiyotga muhabbat, san'atga, madaniyatga muhabbat davom etadi. Men qarzdorman hammalaringizdan. Mana shu hali endi Xudo xolisa mana shu mas'uliyat deb qabul qildim. Berilgan so'zlarni, aytilgan iliq so'zlarni, menga bo'lgan e'tiborlaringiz uchun rahmat. Adabiyotga bo'lgan hurmatlaringiz uchun rahmat, azizlarim. So'z insonni rostdan ham yangilaydi. So'z insonni avvalda ham so'z bo'lgan, oxirida ham so'z bo'ladi. Mana shu so'zga muhabbat hech qachon qalbimizni tark etmas. She'r o'qiyman, she'rni qisqaroq qilmasa. Har so'zing ibodat bo'lmasa agar, har kuning elingga bir em bo'lmasa, timsolda, misolda, har bir tashbihda aytgan har so'zingga sen teng bo'lmasang, shoir bo'lib bo'lmas aslo dunyoda. Ben o'ylayman bugun biz Ivanlar she'riyatiga muxlis edik. Endi bugun menimcha haqiqiy muxlisga aylandik. Chunki ana shu haqiqiy muxlisga aylanganlarga bir ana shu she'rdan bitta parchani o'qib beraman. Ko'rdim yozganimni javonim uzra, ko'rdim yozganimni javonim uzra, so'zga ehtiroming yondirdi tamom. Son qatlarida unutib gulday bo'y tarasin she'rim o'qigan hamon. She'r bu ishorat bu, she'r bu bashorat. U ushaltirmoqdir dil orzusini. İki parla ichga she'r va ko'zni qo'y. O'lsa shoir qizlar tarozisini. Yo taskin, yo tamkin, yo qalb mahrami. Ne deb atasang ham meni mayliga, har barga tasbih qil, har harfi shamshir, she'r vaqt daraxtining qislar sayliga. Yoki yana bir she'rda aytadiki, yashash nima o'zi, tiriklik nima? Yashash nima o'zi, tiriklik nima? Hayratlanish nima abadiyatdan? U Tangri yuborgan oxirgi kema, oqibat axtarish sababiyatdan. Qalbi iynasining jismima sanchib, tanning devoridan chiqmoq bo'lar jon. Biz dunyo sirrining tubiga yetdik, umr bu izhori dil uchun imkon.